Qarshida bir xonali uy ham bermaydigan narxga men sizlarga 2 xonali uyimizni obzor bilan tanishtiraman. Yetmaganiga bu novostroyka uy hisoblanadi. Kirib kelish qismimiz mana shu yerdan bo'ladi. Kirib kelganimizda mana eshiklari o'ng tomonda oshxonamiz joylashgan. Oshxonalari ham ixchamgina do'q konturli kotyorlari bor ekan. Oshxonaning yonidagi xona esa birinchi xonamiz bo'ladi. Davlat topshirgan remontlarida turibdi. Polniy laminat bo'lgan hamma joy. Bu yoq ikkinchi xonamiz. Konditsionerlar o'rnatishlar uchun rezitkalar qoldirib ketilgan ekan. Bu yoqda esa sanuzilimiz joylashgan. Uyimizda manzili Qarshi Beshkent yo'li Avtorom avtosalonni orqasida joylashgan Novostroyka domlaning birinchi etaji hisoblanadi. 4 etajli domda birinchi etaji. Bir etajli bir xonali uyning narxida egalari berib yuborishmoqchi, ya'ni 280 million so'mga. Juda ham yaxshi narx bu narx. Yana pastda egalarning o'zlarining raqamini qoldiramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, egalar bilan bog'lanib, bemalol savdo qilsanglar bo'ladi.